Kişiler sizni nima uchun yaxshi ko'rdi va nima uchun yomon ko'rdi? Hayotimizda shundoq esil kishilar borki, ulardan qat'iy behojat bo'lg'ili bo'lmaydi. Ularning borligi bilan xushallikqa to'lamiz. Ularning suhbatiga hargiz to'ymaymiz. Ular bilan qong'ucha kulalaymiz. Ularga ichimizni tamoman ocha olamiz. Ularni hayotimizdan chiqarishga yoki ular bilan qarshilashishga ko'nglimiz hargiz unmaydi. Chunki ular qalbimizga huzur, ko'nglimizga arom, ruhimizga madad bag'ishlaydi. Ularning bundoq bo'lishi tasodifiylik emas, balki ularning o'zlaridagi esil xislat va go'zal axloqdan bo'lib, shu sababdan ular kishilarning qalbidan cho'nqur o'rin olgan va ularning sevgisiga sazovor bo'lgan. Ularning ahvolini mulohiza qilganimizda tuyandikilarni ko'ramiz. Ular kishilarga xushallik bag'ishlashni biladi. Shunga ularni ko'rish bilan dillar yayraydi, chiroylarda xushallik va tabassum jilva qiladi. Ular musibatlarni va qiyinchiliklarni cho'ngaytib etmaydi. Shunga ularning huzurida bo'lganingizda dunyoning qiyinchiliklari tugab ketdi deb o'ylab qolasiz. Ular hech qanday bir mu'minga adovat qilmaydi. Hech kimga yomonlik tilmaydi. Tunishgan har qanday odam bilan go'zal bir sadoqat hikoyasini yozishga boshlaydi. Ular sizga boyligingiz yoki mansibingiz va yoki obro'yingiz uchun emas, faqat o'zingizni, shaxsiyatingizni yaxshi ko'rganligini his qildirdi. Ular aktiv ruhiyatga ega kishilar bo'lib, salomni va tanishishni avval o'zlari boshlaydi. Sizga alohida ko'ngil biladi. Ular shunday aql farosatli kishilarki, har bir odamga shu odam arzu qilgandek muomala qiladi. Ular az so'zlab, ko'p anglab berishni yaxshi ko'radi. O'zi to'g'riliq ko'p so'zlab ketmaydi. Boshqalardan dardlanmaydi. So'zlayotgan kishiga butun diqqati bilan quloq soladi. Ular garchi o'zi boshqacha ko'z qarashda bo'lsa-mu, sizga o'z ko'z qarashini tengishga yoki uni mudofaa qilishga urinmaydi. Ular kishilarga yuqoridan boqmaydi. O'zini boshqalardan farqli ko'rsatishdan va maqtanishdan saqlanadi. Ular intayin qiyin sharoitda bo'lsa-mu, hayotni suydi. Hech qanday qiyinchiligi yoki dardi yo'q odamda kulalaydi. Ular dardmanning dardini tingshaydi. Tasalli berishga va yo'l ko'rsatishga qilchi bexillik qilmaydi. Ular minnatdorlik tuyg'usi bilan yashaydi. Shunga har qanday holatda Alloh taolaga shukr qiladi. İnsanlardan ko'rgan azroq yaxshilikni bo'lsa-mu, qaytarmay tura olmaydi. Ular vaqtga rioya qildi. Vaqtni oltin kumushdan qimmatli biladi. Shunga ular o'zining va boshqalarning vaqtini isrof qilishni xohlamaydi. Ular va'daga vafo qilishni iymonning qatoridan sanaydi. Shunga ular har qanday holatda va'dasiga vafo qildi. Ular har kimga tabassum qiladi. Eng nachar holatdami tabassumga bexillik qilmaydi. Ular cho'ng kichik, boy kambag'al, taqvo fosiq deb ayirmay har qanday odamga ko'ngil biladi. Shunga ular hamma odamning sevgisiga va hurmatiga sazovor bo'la oladi. Ular har qanday qiyinchilikdan dardlanishning o'rniga uning chorasini qiladi. Ular g'ayvat qilmaydi, gap to'shimaydi, yolg'on aytmaydi, tuhmat qilmaydi. Yuqorqi esil xislatlarga ega bo'lgan har qanday odam albatta kishilarning sevgisiga erishadi. Navoda men bilan sizmi bu xislatga ega bo'lsak, albatta bizmi behojat bo'lg'ili bo'lmaydigan va suyulgan insonlarning qatoridan bo'lib qolamiz. Bundoq bo'lish uchun avval shu xislatlarni o'rganish, andin mashq qilish, andin uni odat holiga keltirish talab qilinadi. Shunda qilganlar yuqorqi xislatlar bizning shaxsiyatimizga va odatimizga aylanib qoladi. Kishilarning nafratiga uchray desangiz, yuqorqi xislatlarning tamoman aksini qilsangiz bo'ladi. Demisimi, yuqorqi esil xislatlarning aksini qilish kishilarning nafratiga uchrashga, yaklanishga va yolg'iz qilishga yetarli. Chunki insonlar tuvandagi illatlarga ega odamni qat'iy yaxshi ko'rmaydi. İnsanlar
Özü to'g'riliq ko'p so'zlaydigan odamni yaxshi ko'rmaydi. İnsanlar o'zini cho'ng tutadigan, boshqalarga yuqoridan boqadigan odamni qat'iy yaxshi ko'rmaydi. İnsanlar boshqalarga gap qilish fursati bermaydigan, ularning so'zlariga quloq solmaydigan odamni yaxshi ko'rmaydi. İnsanlar kishilarning g'aybatini qiladigan, aybini ochadigan odamni yaxshi ko'rmaydi. İnsanlar qapiqini turibla yuradigan, xush chiroy ochmaslikni jiddiylik deb biladigan odamni qat'iy yaxshi ko'rmaydi. İnsanlar tanqidga amroq, ümidsizlik chachadigan, shumliq tilaydigan odamni yana yaxshi ko'rmaydi. İnsanlar kishilarga ularning nasabi, obro'yi va boyligiga qarab muomala qiladigan odamni yaxshi ko'rmaydi. İnsanlar gumonxo'r, o'tquyruq, yolg'onchi, va'dasi turmaydigan odamni yaxshi ko'rmaydi. İnsanlar qo'pol, bag'ri qattiq odamni yaxshi ko'rmaydi. Garchi u payg'ambar bo'lgan taqdirda bu. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga deydiki: "Walau kunta fazzan g'alizal qalbi lam fazzu min havlik." Agar sen qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, albatta ular sening atrofingdan tarqalib ketadi. Ba'zi ulamolar insonlarni vabo insonlar, davo insonlar, havo insonlar deb uchga ayiradi. Vabo insonlar shumliqidan qutulg'ili bo'lmaydigan salbiy insonlardir. U insonlarning bo'g'inidan bo'lmag'ini shuncha yaxshi. Davo insonlar kishilarga manfaatlik bo'lgan ijobiy insonlardir. Ya'ni ularningki ko'ngliga tasalli bo'la oladigan, xuddi kishilarga davo bo'lgandek ularga foydasi bo'ladigan inson. Havo insonlar qat'iy behojat bo'lg'ili bo'lmaydigan bebaho insonlardir. Alloh taolo hammamizni havo insonlar qatoridan qilib etsin. Amin.